Kattaqo'rg'on Samarqand viloyatining yirik va qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, bugungi kunda u Kattaqo'rg'on tumanining markazi hisoblanadi. Bu hudud qadimdan Zarafshon vodiysida joylashib, tarixan muhim ahamiyat kasb etadi. Kattaqo'rg'on nomi haqida turli qarashlar mavjud. Ba'zi tadqiqotchilar uni qadimgi kanta va kat so'zlari bilan bog'lasa, ko'pchilik olimlar bu nom turkiy katta, ya'ni ulkan va qo'rg'on mustahkam qal'a, istehkom ma'nolaridan kelib chiqqan deya ta'kidlaydi. Bu esa shahar mudofaa va strategik markaz bo'lganligini ham ko'rsatadi. 19-asrda shahar kengayib, temir yo'l o'tishi orqali iqtisodiy ahamiyati oshdi. 1926-yilda Kattaqo'rg'on tuman sifatida tashkil etildi. Bugungi kunda u 3 ta shaharcha va ko'plab qishloqlarni o'z ichiga oladi. Markazi esa Payshanba shaharchasidir. Kattaqo'rg'on boy tarix, madaniyat va savdo meroslarini saqlagan holda zamonaviy taraqqiyot bilan uyg'unlashgan Samarqand viloyatining muhim maskanlaridan biridir.